Qiz bolani deydi, shunaqa ham yaxshi ko'raman deydi. Xudodan deydi, yig'lab yurib Xudodan so'radim. Xudo qiz berdi. Yo, necha nogironli qiz berdi deydi. O'smaydigan. Gapi yaxshi, tili yaxshi, yeb ichishi yaxshi-yu, bir og'rig'i bor, shu og'rig'i tufaylidan katta bo'lmadi deydi. 3 yasharligidan tili chiqishni boshladi. O'tirolmaydi, turolmaydi, lekin gapiradi. Shu darajadaki mehrini men shunday qiz bolani mehrini dedi domla shu narsada bildimki dedi, tishi chiqib qichish yasa akasi qo'lini nima qilsa tishlaydi, ayasi qo'lini nima qilsa tishlaydi. Dadasi siz ham qo'lingizni qulma qilib ko'ringchi desa, qo'limni qilsam menikini tishlamaydi dedi. Keyin e'tibor qilibman dedi, yig'lab turgan bo'lsa ham men kirib borsam yig'idan to'xtaydi dedi. Tili chiqqanda bildimki ayasiga aytar ekan, aya